assalomu alaykum. Sizlar bilan proktolog Sherinovman. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotim gemoroy kasalligini operatsiyasidan keyin nimaga e'tibor berish kerak. Shu haqida qisqacha aytib o'tamiz. Xullas, u bo'ldi siz operatsiya bo'lib o'tdingiz gemoroy kasalligi bilan. Uni 3 xil, 4 xil variant operatsiyasi bu. Mana bizda ham stepler qilamiz. Ligashuv apparati yordamida yoki garmonik skalpel apparatda 3 xil, 4 xil apparatlar, ayrim joylarda lazer ham qilinadi. Lazer apparatlari bor. Xullas, mana bu qaysi usulda operatsiya qilganingizga nisbatan qanaqa operatsiyadan keyingi holatni har xil nimasi borda. Misol uchun stepler degan apparatimiz bor. Stepler apparatdan keyin hech qanaqa narsa sizdan talab qilinmaydi. Chunki orqa teshikda yara qolmaydi, jarohat qolmaydi. Ichkarida qilingani uchun xuddi oldingiday nima qilib ketasiz. Xullas, bog'lam, almashtirish, operatsiya qilish degani kerak emas. Lekin qolgan usullarda lazerda, ligashuvda, nimada garmonik yordamida operatsiya qilishda boshqa oddiy eski usullarda ham hammasida anal teshikda yara qoladi, jarohat qoladi. Shu sababli siz unga bog'lam almashtirish, operatsiya qilishingizga majbur bo'lasiz. Xullas, operatsiya bo'lib o'tdingiz, nimaga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi navbatda ichni qotirmaslik kerak. Ichni qotirmaslik. Shuni bemorlarga aytib qo'yaylik. Ich qotmaslik uchun agar doimiy ich qotib yuradigan bemorlar bo'lsa, ich qotishga qarshi davolanishi kerak. Keyin har xil surgi dorilar, misol uchun Pikalax, Dufalax, Makrolax va boshqa xil ich qilib ichini yumshatib turish kerak. Parhezda ham shunga qarab olib borish kerak. Ich qotiradigan ovqat yemaslik kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, hojatdan keyin albatta og'riq bo'ladi gemoroy operatsiyasidan keyin. Og'riqsiz operatsiyaning o'zi yo'q. Hech kimni gapiga ishonmanglar, og'riqsiz 20 muddat tuzaladi degan operatsiyaning o'zi yo'q. Dunyo bo'yicha bitta bizadamiz. Xullas, og'riq bo'lishi mumkin. Og'riqni qanday qilib yengillashtirasiz? Vanna qilsangiz, mana laganga, tog'oraga, xullas, margansopga, pastroq margansopga kiramashka damlamasini solib qo'yib, 10 minutlar o'sha orqa teshik bilan birga ko'tingizni tiqib o'tirsangiz, suvni ichiga og'riqingiz ancha-muncha yengillashadi. Og'riq ancha yengillashgandan keyin turasiz, quritasiz u. Doktoringiz aytgan maspazlarni, levomikolmi, oflomelitmi yo boshqa xilmi, betadinmi, shularni qo'yib nima qilib bog'lamizda almashtirasiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, hojatdan keyin umuman quruq haligi qog'ozli narsalar ishlatish kerak emas operatsiya bo'lgandan keyin. Faqat yoki vanna qilishingiz kerak yoki suv bilan yuvishingiz kerak. Chunki qog'oz qattiq narsa jarohatingizga tegsa og'rig'ingizni yanada kuchaytirishi mumkin. Uchinchisi, siz hojat paytida ko'p o'tirishingiz mumkin emas. Operatsiya bo'lgan odam tualetga ayrim kishi nos tashlab qayersiga o'tiradi. Yo'q, mumkin emas bu narsa. Keyin parhezga e'tibor berishingiz kerak. Parhezingizda achchiq qalampir qo'shilgan, chesnok qo'shilgan, xompiyoz, spirtnoy mumkin emas umuman. Yana nimalar? Ishni qotiradigan narsalar, shu narsalar mumkin emas. Yengil hazm bo'ladigan, tez hazm bo'ladigan, ishni yumshatadigan sabzavotlarga, vitaminlarga boy ovqatlardan tanovul qilib turishingiz kerak. Yana nimaga e'tibor berishimiz kerak? Uzoq vaqt bir joyda o'tirish mumkin emas. Operatsiyadan keyin doktoringiz o'zi tushuntiradi. Men qo'shimcha aytib ketyapman. Yurish mumkin gemoroy operatsiyasidan keyin, lekin stulda ko'p muddatga qolish mumkin emas. Iloji boricha shundan saqlanishingiz kerak. Endi qanaqa operatsiya bo'lishingizga qarab mehnat qobiliyatining tiklanishi, kasalligingizning og'irlik, yengillik darajasiga qarab ayrim kishilarga bir haftadan ishga chiqib ketish mumkin, ayrim kishilarga 1 oy, 2 oy, 3 oygacha cho'zilib ketish mumkin. Bu ko'p narsaga bog'liq. Sizni individual xususiyatingizga, og'riqni sezish xususiyatingizga, mana keyin kasalligingizni darajasiga 3-darajami, 4-darajami. Albatta bir bilan ikkini biz operatsiya qilmaymiz, faqat 3-4-daraja operatsiya bo'ladi. Shunisiga bog'liq, yoshingizga bog'liq. Yosh kishilarda biz bilamiz, og'riq kuchliroq bo'ladi. 60 yosh, 70 yoshlarda deyarli og'riq sezilmaydi, chunki og'riq bo'sag'asi pasaygan bo'ladi. Mana shunga e'tibor berishimiz kerak. Yana nima qolgani doktorlarning tavsiyasi aytadi. Eng asosiysi shu ishni qotirmaslik. Iloj boricha operatsiyadan keyin 1 kun, 2 kun kuting, ichingiz o'tmasa, tozalovchi klizma qildirib, keyin hojatga boring. Doimiy ravishda ishni suyultiradigan dorilar ichib turasiz. Vanna qilasiz. Ikkinchisi, hojatdan keyin vanna qilasiz. Vannadan keyin mas qo'yasiz, parhez qilasiz, og'riq qoldiruvchi dori-darmonlarni vaqtida olib turishingiz kerak. Og'riq kuchayib ketishini kutmasdan, ertalab, kechqurun har kuni doktoringiz yozib bergan tabletka ham, ukolmi hammasini olib turishingiz kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat.